Agar siz zamonaviy dizayn, qulay joylashuv, yuqori darajadagi komfort izlayotgan bo'lsangiz, bu kvartiramiz aynan siz uchun. Assalomu alaykum azizlar. Bugun men Toshkent shahar, Toshkent City'da joylashgan 4 xona 125 kvadratli xonadon haqida bitta suhbatlashib, sayohat qilib chiqamiz. Lekin bu uyimizni bitta ko'ramiz, hozir sirasi parkini bitta lasiyani qip-qiziq qilib maksimum do'stlarga tarqatib qo'yamiz. Kelinglar, parkidan boshlaymiz. Bu uyimiz Toshkent City Gardens'da joylashgan 4-etajda vid na park. Qarang, parkka qarab turgan. Qishin yozin Toshkentning eng lokatsiyasi zo'r joylardan biri hisoblanadi. Shunday park, toza havo, hamma manzara juda ham chiroyli ko'rinib turadi. Uyimiz полностью alohida разделный. Juda ham komfortli remont qilingan. Patologlarimiz ham baland. Bu yerda 10 talik o'tiradigan zonamiz qilingan, bu yerda mягкий zonamiz, televizorimiz. Bu uyimizda azizlar har bitta ishlatilgan narsalar juda ham sifatli ishlatilgan. Eshikdan tortib bu tomongacha televizorimiz ham LG qo'yilgan. Kirishimiz mana shu joydan boshlanadi. Eshiklarimiz ham juda ham sifatli. Gardensda o'zini ham dvor juda ham chiroyli. Shu joyda yashaganlar bilishadi, juda ham chiroyli dvorda o'zi. Bu yerda stroyniy shkaflarimiz, bu yerda esa oshxonamiz joylashgan. Oshxonamiz ham juda ham ranglari zo'r tanlab qo'yishgan. Полностью крашенный qilingan. Bu yerda esa posudomoyka bo'sh, hamma texnikalarimiz bo'sh, xofman qo'yilgan. Bu yerda ham balkonga chiqadigan joyimiz bor. Bu yerda ham katta panorama oyna, bemalol parkni ko'rib tursangiz bo'ladi. Men bilan rangga ahamiyat berib o'ting. Juda ham zo'r. Men bu bilan buni rangi qarang, bir-biriga juda ham uyg'un bo'lib ketgan ekan. Juda ham chiroyli qilingan. Eshigimizni yopib ko'rsataman hozir oshxonani. Ko'rasizlar, obnalichkalar bilan juda ham chiroyli bo'lib turibdi va kattagina koridor, patologni ham ko'ryapsizlar, где-то 3,5 metr patolog. Bu esa birinchi sanuzulimiz bo'ladi. Sanuzulda ishlatilgan har bitta narsa ham turetskiy narsalar ishlatilgan. Shkaflarimiz hammasi krashenli qilingan. 3 ta spalni bor, общий uyimizda. Kelinglar, bu spalni ko'rib chiqamiz. Bu mehmonlar uchun spalni. Har bitta xona parkka qaragan azizlar. Narxini oxirida aytaman, maksimal do'stlar tarqatib qo'yasiz. Bu yerda ham LG televizor, originali, krashenli bular hammasi. Mana yopilishiga ahamiyat berib o'ting, bitta ko'rsatib o'ring. Mana yopilishiga ahamiyat bersangiz bo'ladi. Mexanizmlar juda ham zo'r blum qilingan. Endi kelinglar. Bu yerda esa bitta sushka joyimiz bor. Texnikalarimiz bu yerda sushilka, stiralka bo'sh. Pol mana bu devorlarimiz hammasi shkaf qilingan va bu yerda esa bolalar yotoqxonasi joylashgan. Gilamlarimiz hammasi turetskiy gilam. Bu yerda ham detskiy ham polniy parkka qarab turibdi oynalari. Patolog ko'ryapsiz. Baland hamma joyda konditsioner, televizor bor. Shkaflari hammasiniki shu aytib o'tgandek krashenga qilingan bular hammasi. Endi esa master spalnini ko'rib chiqamiz. Master spalni o'zini bu yerda sanuzuli bor, dush kabinka qilib qo'yishgan, juda ham kompaktli qilib. O'zini kattagina garderobi bor. Garderobga kelib bitta ko'ringlar. Baribir uyda garderob bo'lgani yaxshi. Qarang, mexanizmlarni har bitta detallarga juda yaxshi ahamiyat berib o'tilgan. Pol podsetkalarni o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi, yopib qo'ysangiz ham bo'ladi bular. Ko'ryaptimi? Va spalnimiz qarang, G-obrazga полностью oyna. Toshkent City park bu tomondan ham mana ko'rinib turadi. Bu tomondan ham ko'rinib turadi. 125 kvadratni tashkil qiladi bu xonadonimiz. 4 xona, разделный, balkondan tashqari. Juda ham zo'r bu eshiklar, oynalarimiz hammasi terma qilingan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 770 ming so'raymiz. Sunnatiga o'tadigan joylari bor. Shunaqangi kvartira, meni xonadonim Gardensda bo'lsin, parkka qarab turgan bo'lsin, bolalar o'yingohlari, maza bo'lsin, svet, gaz, suvdan umuman muammo yo'q. 24/7 Ahram sizni qo'riqlab turadi. Shunaqangi kvartira kimga kerak bo'lsa, kimga tavsiya qilmoqchi bo'lsangiz, maksimal tarqatib tashlab, like bosib, kommentariyaga olovni berib tashlaysiz, biz xursand bo'lamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Inshaalloh hammaga, niyat qilgan insonlarga mana shunaqangi chiroyli faizli xonadonlarda yashash nasib qilsin. Hammani yaxshi ko'raman. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Like bosgan qo'llaring dar ko'rmasin. Ko'rishganda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Hammani yaxshi ko'raman. Xayr.